Qushlar bezovta qilmasligi uchun mana qushlar uchun maxsus. Ha, qushlar o'tirmasligi uchun bu. Ha. Lavushka. Shu g'ishni o'zidan. Bizlar o'tirdim qilibsizlar. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Samarqandda yana bir navbatdagi obyektimizni obzoriga kelganmiz. Bugun umuman odatiy obzor bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, bugun bir zo'r yangilik bilan ulashamiz. O'zbekistonda birinchi marta bunaqasi bo'lyapti. Bu esa mana shu Brick House kompaniyasi tomonidan bu yoqqa Aeron fasad g'ishtlarimiz terilyapti. Ya'ni shamotni g'ishtlari bo'ladi bu. Bu uglovoy elementlari, buni ko'rib turganingizdek. Va mana primoylari. Bugun mana shu obyektni to'liq obzorni qilaman. Sizlardan bitta like bilan podpiskani bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Juda yaxshi ma'lumotlar bo'ladi, xudo xolasa inshaalloh. Obyektimiz juda katta va obyekt haqida yetarli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Xo'p, g'ishtlardan boshlaydigan bo'lsak, g'ishtlarimiz mana shunaqa bo'ladi. Hozir primoylarni topsam agar bu yerga o'zi bolalar bo'laklarini bo'laklab qo'yibdi. Xullas mana shunaqa primoylari mana shunaqa bo'ladi. Razmeri tak uzunligi 32 bo'ladi. Balandligi 7 bo'ladi. Qalinligi esa mana shunaqa 2 sm mana. 2 sm bo'ladi bu g'ishimizning. Bu o'zini tabiiy rangi shamol g'ishi hisoblanadi, Aeronniki. Ko'rib turganingizdek, bu fasadimiz polni shkaturka edi. Shkaturkaga bolalar kafenlik kley bilan birinchi terib chiqdi buni. Tekislab, chiroyli qilib. Mana shu uglovoy elementlariga o'zining spesial mana shu ugullari bor, tayyor buni. Mana shu uglovoy elementlari qo'yib chiqildi. Ya'ni deraza eshiklarining atrofiga ko'rib turganingizdek, o'zining uglovoy elementlari va mana yoqqa tumbamiz bor edi, juda katta tumba mana. Mana shu 1, 2, 3 ta pashta tumba bo'lyapti. Mana shu 3 ta tumbamiz polni hammasi o'zi 4 tomoni burchaklariga uglovoy element qo'yildi, ko'rib chiqqaningizdek. Mana arkalarni ko'rsangiz ham, arkalarga ham, tepalarga mana shu uglovoy elementlar qo'llab ishlatilgan. Juda yaxshi perixod bo'lib, juda ham chiroyli ko'rinish beradi mana shu uglovoy elementlarni. Undan tashqari mana deraza atroflarini oldiga mana pastrog'i, mana bu yonlari va tepa qismlariga mana polni uglovoy elementlari ishlatildi. Xo'p, g'ishtlarimizni kafelnik kley bilan bolalar terib chiqdi. Shkaturka devorga. Buni ko'pchilik g'ishtni bizlarga g'isht teradiganlar teriladi va orqasini beton zalivat qiladi. Biz bunaqa qilmadik. Devorlari juda ham tep-tekis edi, shkaturkasi chiroyli edi. O'shuning uchun uyning egasi bizlarga kafelnik kley bilan terib berishlaringizni iltimos qilganiga bizlar kafelnik kley bilan bolalar terib berdi. Keyin esa terib bo'lgandan keyin orasi mana shu zatirka bo'lyapti. Mana shu zatirkani ham ko'rsataman. Mana shu akamiz zatirka qilyaptilar. Zatirkamiz xo'p, bu qora oq 4 xil 5 xil o'zimizning zatirka bor, o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bir qopi 150 ming so'm. Mana shu holatda bo'ladi mana. Salafanga soladilar, salafanga solgandan keyin mana shu to'ldirib chiqadilar. Keyin bu to'ldirib chiqqandan keyin mana bunaqa 1 soatdan keyin qotadi bu narsa. Qotgandan keyin buni usti shilini tashlaydi mana. Ko'rib turganingizdek, g'ish где-то 1 sm chiqib turgandek bo'ladi. Polni shilini tashlaydi. Ishlov beriladi g'ishda. Xo'p, g'ishimizning narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi bir donasi mana shu g'ishimizning primoyi. Primoylari bir donasi 6 ming so'm, 1 kvadratga 40 ta ketadi, 240 ming bo'ladi. Mana shu uglovoy elementlari bor. Buni bir donasi 7 ming so'm. 1 metrga 17 dona ketadi. 17, 16 endi shofini pasti balandligiga qarab. Shuncha ketadi. Hozir tepadan ham bitta chiqib zatirka qilish nimasini ko'rsataman, jarayonini. Xo'p do'stlar, sizlarga endi hozir men tepaga chiqdim. Zatirka jarayonini ko'rsatyapman. Ko'pchilik bizlarga so'rashdi, mana shu zatirkani qanday bo'ladi deb. Hozir endi sizlarga mana shu zatirka jarayonini ko'rsatib chiqamiz. Xullas, mana shu o'zimizning fugamiz bor. Bu qora fuga hisoblanadi. Mana shu g'ishtlarning orasini, plitkalarning orasini zatirka qilish uchun bir qopimiz, bu fugamiz 150 ming turadi. Oq, qora, seri har xil ranglari bor. Mana shu g'ishtlarimiz mana kafelnik kley bilan terilgandi. Ana endi mana shu zatirka bo'ladi, xudo xolasa. Bu zatirka qilish jarayonimiz.
Xo'p, mana tepadan ham ko'rsatdim. Endi o'zi mana bu orqa tomon, yon tomonlari bitgan. U tomonlari уже bolalar bu yerda 2 haftadan почти ziyod ishlayapti. Уже bu tomonlari bitgan. Xo'p, mana bu tomonni ko'rib tursangiz agar, zatirka bo'lgan, g'isht terilgan. Bu yerni уже bolalar lakini ham qilib tushgan. Ya'ni bizlar polni g'isht terib bo'lgandan keyin spetsial shunaqa laklarimiz bor. G'ishtni ustidan surtadigan lak. Mana bu g'ish lak surtgandan keyin g'ish o'ziga suvni nimani olmaydi-da, quyosh nurini ta'sir qilmaydi. Rangini o'zini yillar davomida saqlab qoladi. Shuning uchun ish tugatilgandan keyin laklab chiqiladi bolalar. Orqa tomonlari bu yer juda ham pastlik edi va lesalarni bolalar bir azobga qo'yib, mana shu orqa tomonlarini ham terib berdilar. Mana. Orqa tomonlariga uglovoy element ishlatilmadi. Faqat old tomonga ishlatildi. Orqalari majliqa o'z priboylari bilan bolalar chiroyli qilib berdi. Shunga ham yomon chiqmadi, juda ham chiroyli chiqdi. Ko'pchilik bizlarga savol berdi-da, mana shu terayotgan paytimizga nimagaki bunaqa hali hech kim termaganda, hamma g'ishtni terib orqasini beton zalivat qilardi. Biz esa mana shu shkattirkali devorga kafenliklar bilan yopishtirib, keyin orasini mazzaqa zatirka qilib chiqdik. Bu yangilik bo'ldi albatta biz uchun ham, klient uchun ham. Lekin mana shunaqa o'zi fugalarni qilyapmiz. Bolalar fugani qilyapti. Umuman bu narsa nima desam, g'ish ko'pchilik g'ish tushib ketadi deb o'yladi-da, lekin g'ish umuman tushmaydi. Birinchisi kley ushlaydi, ikkinchisi esa mana shunaqa oradagi zatirkasi ushlaydi. Shuning uchun xudo xolasa mustahkam baquvvat uy egalariga ancha xizmat qilib beradi. Xo'p, usti haqiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana shunaqa ish haqini bolalar kvadratini 200 mingdan yopishtirib beryapti. 200 mingning ichiga teradi, zatirkasini qiladi va mana shunaqa lakini ham qilib tushadi. Mana shu summaning ichiga polni patkiluch bolalar sizlarga topshiradi. Mana shunaqa. Umuman anaqa sizga nimasi qolmaydi, ish qolmaydi boshqaga. Hamma ishini o'zlari qilib, chotka qilib, uborkasini ham qilib sizlarga topshirib ketadi. Safar aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'p, azizlar, mana shu obyektimiz bitgandan keyin yana bitta polni obzorini qilamiz inshaalloh. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Negaki mana shunaqa bitgan obyektlarni obzorini qo'yib ketamiz va yangi obyektlarni ham obzorini qo'yib ketamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni istorida chiqarmang. Videoni esa fasad qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga tashlab qo'ysangiz agar, mana shunaqa fasadni g'ishtlardan olib ishlatsalar bo'ladi. Xo'p, yana bitta ma'lumot o'rniga aytaman. Pastga raqamlar qo'yaman, pastga raqamlar olib bog'lansangiz agar bolalar g'ishtlarimizni katalogini tashlab beradi. Bizga bir 100 ga yaqin fasad g'ishtlari bor. Plitkalar. Shuning uchun pastdagi raqamlar bilan bog'lansangiz, bolalar chiroyli katalogni tashlab beradi. O'zlaringizga ma'qul fasadni g'isht va plitkalarni tanlasangiz bo'ladi. Hammangizga rahmat.